Bugun qanaqa kunligini bilasizmi? Ha, to'yimiz bo'lganiga 3 yil bo'ldi. Menga sovg'a qani? Mana sovg'a. Asarchi do'koniga yangi mahsulotlar kelibdi. Un, kartoshka, yog', go'sht ham oldim. Bugun senga o'zim bir yog'liqqina oshib bermoqchiman. Sen bugun dam olgin onasi. Yomon pishiqsiz, Umid aka. Aslida qilishingiz kerak bo'lgan majburiyatni hozir uyalmasdan sovg'a deb turibsizmi? Hali oyligim olmadim onasi. Olsam, xohlagan pulingni beraman. Ana o'shanda bitta ko'ylak olib olasan. Hozir bitta ko'ylakka arzitdingizmi mani? Mana dugonam Azizda eri hozirgina mashina sovg'a qildi. Shundan nimam kam mani? Qo'limdan ustachilikdan boshqa ish kelmaydi. O'g'rilik qilmayman-ku. To'g'ri gapingiz shu. Kerak bo'lsa o'g'irlik qiling. Boqolmayapsizmi qiling.